Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 2026-28 avgust sanasi atrofida tarqalayotgan xabarlar, shok o'zgarishlar, hujjatlar, jarimalar, to'lovlar, ro'yxatdan o'tish, subsidiya, kredit, mulk va shaxsiy ma'lumotlar bilan bog'liq xavotirlar. Bu mavzu har bir oilaga tegishli, pensionerga ham, talabaga ham, haydovchiga ham, tadbirkorga ham, chet elda ishlayotgan yurtdoshimizga ham. Eng avvalo bitta narsani aniq aytaman. Vahmaga tushish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham katta xato. Chunki oxirgi yillarda ko'p xizmatlar raqamlashtirildi. Ma'lumotlar bazalari bir-biriga ulanmoqda. Eski usulda keyin hal qilaman deb yurish endi xavfli bo'lib qoldi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Odamlar nimadan qo'rqyapti? Aslida nimani tekshirish kerak? Kimlar tayyorlanishi shart? Kimlar esa ortiqcha vahma qilmasligi kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida eshitgan odam keyin jarima, navbat, rad javobi yoki hujjat muammosidan qutuladi. Oldin ko'p masalalar qo'lda, qog'ozda, alohida idoralarda yurardi. Masalan, odamning pasporti bir joyda, kadastr ma'lumoti boshqa joyda, soliq qarzi boshqa joyda, avto transport ma'lumoti yana boshqa joyda turardi. Biror idoraga borsangiz, falon ma'lumotnoma olib keling, piston joydan tasdiqlatib keling, arxivdan chiqarib keling degan gaplarni eshitardik. Natijada odam bir hujjat uchun 3-4 kun, ba'zan bir necha hafta yugurardi. Endi esa vaziyat o'zgaryapti. Davlat xizmatlari, banklar, kommunal xizmatlar, soliq, kadastr, notarial idoralar, yo'l harakati tizimlari asta-sekin elektron bazalar orqali bog'lanmoqda. Bu nimani anglatadi? Bir tomondan odamga qulaylik, ko'p ma'lumotni onlayn olish mumkin, navbat kamayadi, hujjat yo'qolsa ham elektron iz qoladi. Ikkinchi tomondan eski xatolar ham ko'rinib qoladi. Masalan, siz 7 yil oldin yo'qdim deb o'ylagan qarz tizimida ochiq turishi mumkin. Uy kadastrida maydon noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Familiyangiz bitta bazada O bilan, boshqasida O bilan yozilgan bo'lishi mumkin. Telefon raqamingiz sizning nomingizda emas, lekin bank ilovangiz o'sha raqamga bog'langan bo'lishi mumkin. Mana shu yerda odamlar uchun asosiy xavf boshlanadi. O'zgarishning o'zi qo'rqinchli emas. Qo'rqinchlisi, odam o'z ma'lumotlarini oldidan tekshirmaydi, hujjatlarni tartibga keltirmaydi, keyin esa bir kuni to'lov qila olmaydi, kredit ola olmaydi, subsidiya rad etiladi. Mulkni sotishda muammo chiqadi, chetga chiqishda qarzdorlik ko'rinib qoladi yoki oddiy davlat xizmatidan foydalana olmaydi. Shuning uchun men tayyorlaning deganda vahima qiling demayapman. Men aytyapman. Bugundan boshlab o'zingizning huquqiy, moliyaviy va elektron tartibingizni tekshiring. Chunki 2026 yilga borib raqamli nazorat va elektron xizmatlar yanada kuchayishi ehtimoli juda yuqori. Bu esa tartibli odam uchun qulaylik. Beparvo odam uchun esa muammo bo'ladi. Birinchi navbatda shaxsiy hujjatlarda tafovut bor odamlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, tug'ilganlik guvohnomasida ismingiz Shohrux, pasportda Shohrux, diplomda Shohrux bo'lib ketgan bo'lsa, bu bugun kichik xato deb ko'rinadi. Lekin elektron tizimlar bunday farqlarni ba'zan bitta odam deb tanimasligi mumkin. Ayniqsa meros, kadastr, bank, pensiya, ish staji, chet el hujjatlari, nikoh yoki ajr masalalarida bitta harf katta muammoga aylanadi. Oddiy misol, bir ayol 20 yil ishlagan, pensiyaga chiqmoqchi. Mehnat daftarchasida familiyasi turmushga chiqishdan oldingi holatda, pasportda esa yangi familiya. Nikoh guvohnomasi yo'qolgan. Elektron bazada ish stajining bir qismi chiqmayapti. Agar u buni pensiya yoshiga yetganda bilsa, hujjat yig'ish, arxivga murojaat qilish, tasdiq olish uchun oylar ketadi. Agar hozirdan tekshirsa, xotirjam bo'ladi. Ikkinchi guruh mulki borlar. Uy, yer do'kon, garaj, dala hovli merosdan qolgan uy, lekin hujjati oxirigacha rasmiylashtirilmagan mulklar. Ko'pchilik bu uy bobomdan qolgan, hamma biladi deydi. Lekin elektron tizim hamma biladi degan gapni tanimaydi. Tizim hujjatni ko'radi. Kadastr bor yo'qligini, mulkdor kimligini, maydon qancha ekanini, taqiq yoki garov bor yo'qligini ko'radi. Misol uchun, bir oila 15 yildan beri uyda yashaydi. Uy otaning nomida, ota vafot etgan, meros rasmiylashtirilmagan, farzandlar o'zaro kelishib yashayapti. Lekin keyin kimdir uyga subsidiya, kredit garovi sotish yoki qayta qurish uchun murojaat qiladi. Shunda tizimda mulkdor vafot etgan odam bo'lib turadi. Endi notarius, meros, barcha vorislarning roziligi, ba'zan sud masalasi chiqadi. Bu ish bir kunda bitmaydi. Uchinchi guruh haydovchilar. Mashina jarimalari, sug'urta, texnik ko'rik,
ishonchli avtomobil egaligi bo'yicha ma'lumotlar ham tobora elektronlashmoqda. Oldin kimdir jarima kelmadi, demak yo'q deb yurardi. Endi esa jarima elektron bazada turishi bank xizmatlarida yoki boshqa jarayonlarda ko'rinishi mumkin. 50 ming so'mlik jarima vaqtida to'lanmasa, ustama cheklov yoki boshqa noqulayliklar bilan katta muammoga aylanadi. Masalan, haydovchi mashinasini sotmoqchi, notariusga boradi. Tizimda eski jarima yoki taqiq chiqadi. U men buni bilmaganman deydi. Lekin tizim uchun bilgan muhim emas, qarzdorlik bor. Natijada xaridor kutmaydi, savdo buziladi. Odam obro'dan ham, puldan ham zarar ko'radi. 4-guruh tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. Soliq hisobotlari, bank aylanmalari, onlayn kassa, shartnomalar, elektron sofaraq fakturalar. Ijara shartnomalari bularning hammasi bir-biriga bog'lanmoqda. Agar tadbirkor bugun mayda narsa deb hujjat yuritmasa, ertaga tushuntirish berishga majbur bo'ladi. Masalan, kichik do'kon egasi bir oyda taqimli million so'mlik savdo qiladi. Lekin hujjatda 25 million ko'rsatadi. Oldin bu darrov bilinmasligi mumkin edi. Endi bank tushumi, terminal, onlayn kassa, yetkazib beruvchi hujjati, ijara to'lovi, xodim maoshi bir-biriga solishtirilganda tafovut chiqadi. Men tadbirkorlarga doim aytaman. Soliqni qonuniy optimallashtirish mumkin, lekin yashirish xavfli. Tartibli buxgalteriya bu xarajat emas, himoya. 5-guruh chet elda ishlayotgan yurtdoshlarimiz. Ko'pchilik O'zbekistondagi telefon raqamini ishlatmaydi. Pasport muddati tugashiga yaqin qoladi. Bank kartasi qarindoshida, uy yoki yer hujjati esa eski holatda turadi. Keyin biror davlat xizmati kerak bo'lsa, SMS kelmaydi. Elektron imzo ishlamaydi, ishonchnoma kerak bo'ladi. Konsullik navbat kutishga to'g'ri keladi. Shuning uchun chetda yurgan odamlar alohida tayyorlanishi kerak. Pasport muddati, JSashir, telefon raqami, bank ilovasi, elektron raqamli imzo, ishonchli vakil masalalarini oldindan ko'rib qo'yish zarur. Kimlar esa ortiqcha xavotir qilmasligi kerak. Agar sizning pasportingiz amalda, telefon raqamingiz o'z nomingizda, bank kartalaringiz tartibli, soliq yoki jarima qarzingiz yo'q, uy hujjatlaringiz joyida, kadastr ma'lumotlari to'g'ri, davlat xizmatlari portaliga kira olsangiz, siz uchun bu o'zgarishlar ko'proq qulaylik olib keladi. Lekin shunda ham tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Tartib bu bir marta qilinadigan ish emas. Muntazam nazorat. Endi eng muhim joyga kelamiz. Ko'pchilik faqat pasportim bor, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Aslida esa pasport bitta qism xolos. Elektron tizimda sizning shaxsingiz bir nechta ma'lumot orqali taniladi. JSashir, tug'ilgan sana, familiya, ism sharif, telefon raqami, yashash manzili, bank ma'lumotlari, soliq raqamlari, kadastr obyektlari, avtotransport va boshqa yozuvlar. Birinchi tuzoq telefon raqami. Juda ko'p odam bank, davlat xizmati, ijtimoiy tarmoq, elektron pochta va hatto elektron imzoni boshqa odam nomidagi raqamga bog'lab qo'ygan. Masalan, telefon raqami akangiz nomida, lekin siz undan foydalanasiz. Bugun ishlayapti. Ertaga sim karta blok bo'lsa, raqam qayta rasmiylashtirilsa yoki operator tekshiruv qilsa, siz bank ilovasiga ham, davlat xizmatiga ham kira olmay qolishingiz mumkin. Ayniqsa katta pul, subsidiya, kredit, pensiya yoki hujjat tasdiqlashda bu juda xavfli. Ikkinchi tuzoq qarzim yo'q deb o'ylash. Odam kommunal to'lovni to'lagan, lekin eski hisob raqamida qolgan bo'lishi mumkin. Soliq bo'yicha mayda penga turgan bo'lishi mumkin. Jarima to'langan, lekin noto'g'ri rekvizitga ketgan bo'lishi mumkin. Bank kartasi yopilgan, lekin xizmat haqi qarz bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Bularning har biri alohida kichik summa, 13 ming, 35 ming, 70 ming so'm. Lekin kerakli paytda aynan shu kichik raqam katta to'siq bo'ladi. Uchinchi tuzoq, kadastrdagi maydon farqi. Hujjatda uy 6 sotix, amalda 7 sotix. Hujjatda yashash maydoni 20 kvadrat, amalda 20 kvadrat. Qo'shimcha xona qurilgan, lekin rasmiylashtirilmagan. Ko'p odam mahallada hamma shunaqa qilgan deydi. Lekin elektron tizim mahalladagi odatga qarab emas, hujjatga qarab ishlaydi. Agar kelajakda ipoteka, garov, sotish, meros kompensatsiya, soliq yoki kommunal hisoblashda ma'lumot kerak bo'lsa, rasmiy va amaldagi holat farqi muammo beradi. 4-tuzoq, meros masalasi. Akam bilan kelishib olganmiz, singlim da'vo qilmaydi, onam aytib ketgan degan gaplar insoniy jihatdan tushunarli, lekin huquqiy jihatdan yetarli emas. Mulk hujjati kimning nomida bo'lsa, tizim shuni ko'radi. Vorislar rasmiy murojaat qilmagan bo'lsa, mulk harakati to'xtab qolishi mumkin. Men ko'p ko'rganman. Odamlar 10 yil tinch yuradi, keyin bir farzand kredit olmoqchi bo'ladi yoki uyni sotmoqchi bo'ladi. Shunda butun oila hujjat ortidan yuguradi. 5-tuzoq, firibgar xabarlar.
2026 yili 28 avgustdan hamma kartalar yopiladi. Tezda mana bu linkdan ro'yxatdan o'ting. Jarimadan qutulish uchun kodni yuboring. Subsidiyaga ulgurish uchun karta raqamingizni kiriting kabi xabarlar ko'payishi mumkin. Shuni yodda tuting. Hech bir rasmiy idora sizdan SMS kodni, bank karta parolini, CVV kodni, Telegram orqali pasport rasmini va karta ma'lumotini birga so'ramaydi. Agar shunday so'rasa, bu deyarli aniq firibgarlik belgisi. 6-nuans eski hujjatlarni tashlab yubormaslik. Ba'zi odamlar hammasi elektron bo'ldi deb eski shartnoma, kvitansiya, sud qarori, notarial hujjat, to'lov cheki, mehnat daftarchasi nusxalarini yo'qotadi. Bu xato. Elektron tizim qulay, lekin xato bo'lishi mumkin. Agar tizimda ma'lumot chiqmasa, aynan eski qog'oz hujjat sizni himoya qiladi. Men maslahat beraman. Muhim hujjatlarning aslini alohida papkada saqlang. Skaner yoki sifati suratini telefon va bulutli xotirada saqlang. Lekin begonaga yubormang. 7-nuans voyaga yetmagan bolalar hujjatlari. Ota-onalar ko'pincha o'z pasportini tekshiradi. Lekin bolaning tug'ilganlik guvohnomasi, bog'cha yoki maktab hujjati, tibbiy ma'lumotlari, chetga chiqish pasporti, otalik yoki onalik ma'lumotlaridagi xatolarni kech sezadi. Keyin maktabga qabul, nafaqa, aliment, chetga chiqish, sport musobaqasi yoki davolanishda muammo paydo bo'ladi. Endi men sizga aniq reja beraman. Bu ishlarni bir kunda hammasini bitirish shart emas. Lekin ro'yxat qilib, har hafta bittadan tekshirsangiz, 2 oy ichida hayotingizdagi asosiy hujjat xavflarini yopasiz. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta muddati qachon tugaydi? Familiya, ism, sharif barcha hujjatlarda bir xilmi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? JSSHIR raqamingiz ishlayaptimi? Agar xato bo'lsa, tuman yoki shahar migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli idoraga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim guvohnomasi. Eski hujjatlar nusxasini olib boring. Ikkinchi qadam, telefon raqamingizni tekshiring. Mobil operator ofisiga boring yoki rasmiy ilova orqali raqam kimning nomida ekanini aniqlang. Agar raqam sizniki bo'lmasa, uni qonuniy tartibda o'z nomingizga rasmiylashtirish imkonini ko'ring. Bank ilovalari, davlat xizmatlari, elektron pochta, ijtimoiy tarmoqlarda zaxira, telefon va elektron pochta manzillarini yangilang. 3-qadam. Davlat xizmatlari portaliga kira olishingizni tekshiring. Login parolni eslaysizmi? Telefoningizga SMS keladimi? Elektron raqamli imzoingiz bormi? Muddat tugamaganmi? Agar elektron imzo kerak bo'lsa, rasmiy markazlar orqali oling. Kompyuter yoki telefonga begona odam men o'rnatib beraman deb kelishga ehtiyot bo'ling. Elektron imzo bu oddiy fayl emas, u sizning nomingizdan hujjat imzolash imkonini beradi. Uni birovga berish pasport va muhni birovga berish bilan teng. 4-qadam, qarzdorliklarni tekshiring. Soliq organlari, kommunal xizmatlar, jarimalar, bank kreditlari, aliment, ijro hujjatlari bo'yicha ma'lumotni rasmiy manbalardan ko'ring. Agar qarshi chiqsa, darrov qo'rqmang. Avval uning asosini tekshiring, qachon paydo bo'lgan, nima uchun to'langan bo'lsa, cheki bormi? Agar xato bo'lsa, yozma ariza bering. Arizada familiya, ism, sharif, pasport ma'lumoti, telefon, muammo mazmuni, talabingiz va ilova hujjatlarini ko'rsating. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma murojaat qoldirsangiz javob olish huquqingiz bo'ladi. 5-qadam, mulk hujjatlarini tartibga keltiring. Uy yoki yer bo'yicha kadastr hujjati, mulkdor nomi, maydon, manzil, garov yoki taqiq bor yo'qligini tekshiring. Agar uy meros bo'lsa, notariusga boring. Agar qo'shimcha qurilish bo'lsa, rasmiylashtirish tartibini so'rang. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, dublikat olish yo'lini aniqlang. Bunda qo'shnim shunday qilgan degan maslahatga emas, rasmiy javobga tayaning. 6-qadam, tadbirkor bo'lsangiz, buxgalteriya va shartnomalarni tekshiring. Ijara shartnomangiz bormi? Xodimlar rasmiylashtirilganmi? Soliq hisobotlari topshirilganmi? Onlayn kassa to'g'ri ishlayaptimi? Bank tushumlari bilan hujjatlar mosmi? Agar tushunmasangiz, bir marta malakali buxgalter yoki soliq maslahatchisiga pul to'lab tekshirtiring. Bu sizni keyingi katta jarimadan saqlashi mumkin. 7-qadam, oilaviy hujjat papkasi yarating. Unda pasport nusxalari, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjatlari, diplomlar, mehnat hujjatlari, kadastr, avtomobil hujjatlari, kredit shartnomalari, muhim to'lov cheklari, sud yoki notarial hujjatlar bo'lsin. Har bir hujjatni suratga olib, nomini aniq yozing. Ota pasport 2025, uy kadastr Shilonzor, kredit shartnoma bank kabi. Shunda kerak paytda vayma qilmay 5 daqiqada topasiz.
8-qadam rasmiy xabarlarni tekshirish odatini kiriting. Telegramda kelgan har bir vahimali xabarga ishonmang. Avval hukumat portallari, vazirliklar, davlat xizmatlari, soliq, kadastr, banklarning rasmiy sahifalarini tekshiring. Agar xabarda faqat bugun tez yuboring, kodni ayting. Aq solda hamma narsa blok bo'ladigan bo'lsa, 99% holatda bu firibgarlarning usuli bo'ladi. 9-qadam keksalar va ota-onangizga yordam bering. Ko'p pensionerlar SMS, ilova, elektron imzo. Firibgar qo'ng'iroqlarni tushunmasligi mumkin. Ularning telefoniga begona ilovalar o'rnatilmaganini, bank kartasi parolini hech kim bilmasligini, pasport suratini har kimga yubormasligini tushuntiring. Oilada bitta ishonchli odam hujjatlarni tartibga solishda yordam bersin, lekin pul va parollarni hamma qarindoshga tarqatmang. 10-qadam, agar muammo topsangiz kutmang. Hali vaqt bor degan gap eng katta xato. Chunki hujjat xatosi bir kunda tuzatilmasligi mumkin. Arxivdan ma'lumot olish, notariusga borish, sud orqali tasdiqlash, kadastr o'lchovi, qarzdorlikni aniqlashtirish, bank yozishmasi bularning har biri vaqt oladi. Bugun aniqlangan muammo boshqariladigan muammo. Ertaga majbur bo'lib aniqlangan muammo stress, xarajat va yo'qotilgan imkoniyat. Azizlar, men bugun sizni qo'rqitish uchun emas, tayyorlash uchun gapirdim. 2026 yil 23 avgust atrofidagi har qanday shov-shuvli xabarni ko'rsangiz, darrov vahima qilmang, lekin e'tiborsiz ham qoldirmang. Eng to'g'ri yo'l shaxsiy hujjat, qarzdorlik, mulk, telefon raqam, elektron imzo, bank va oilaviy hujjatlarni tartibga keltirish. Esingizda bo'lsin. Raqamli tizim tartibli odamga yordam beradi, lekin hujjati chalkash odamning muammosini yashirib bermaydi. Bugun 1 soat vaqt ajratsangiz, erta bir necha hafta yugurishdan qutulasiz. Bugun bitta xatoni topsangiz, ertaga katta jarima yoki rad javobining oldini olasiz. Sizda qanday savol bor? Pasport, kadastr, jarima, qarz, elektron imzo yoki telefon raqami bo'yicha muammo bo'lganmi? Izohlarda yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam doim bir qadam oldinda yuradi.